Demak, bizda DTM va milliy sertifikat darajasidagi misol yechimini ko'rib o'tamiz. Bu yerda a plus b plus c 18 ga teng bo'lsa, 1 taqsim a plus b, 1 taqsim b plus c, 1 taqsim c plus c yig'indisi 1 taqsim 2 va mana bu ifodani qiymatini toping debdi. Qarang, nima qilamiz? Bu yerda a taqsim b plus c ni yozamiz. Plus b taqsim c plus a ni yozamiz. Plus c taqsim a plus b ni yozamiz. Keyin ularning har biriga 1 ni qo'shib chiqamiz. Qarang, bunga 1 plus deb yozaman. Buni ham oldiga 1 plus, buni ham oldiga 1 plus yozaman-da, oxirida 3 ni ayirib qo'yaman. Sababi 1, 2, 3 ta birdan alohida qo'shib yubordik. Buni tagiga 1 yozaman-da, bunga maxraj bersak b plus c beraman. Bu bir tagiga 1 yozib, bunga maxraj bersak a plus c beraman. Buni tagiga 1 yozib, bunga a plus b beramiz. Shunda bu ifoda qanday ko'rinishga keladi? Birinchisi a plus b plus c bo'ladi-da, pastda b plus c bo'ladi. Plus ikkinchisi a plus b plus c bo'ladi-da, pastda a plus c bo'ladi. Uchinchi kasr bizda a plus b plus c bo'ladi-da, pastda a plus b bo'ladi. Va minus 3. Endi mana hammasini tepasida turgan son 18 ga tengligini bilamiz bizda. Natija bir xil. Endi o'sha 18 ni chiqarib oladigan bo'lsam, mana bular 18 chiqdi-da hammasi. Bular chiqarib oladigan bo'lsam, 1 taqsim b plus c qoladi. Plus 1 taqsim a plus c plus 1 taqsim a plus b va minus 3 oxirida. Mana bu qavsning ichidagi ifoda esa 1 taqsim 2 ga tengligi berilgan bizga. Endi 18 bilan 1 taqsim 2 ko'paytirilganda 9 qoladi, minus 3 va bizda bu 6 ni beradi. Demak, bizning javobimiz mana B javob ekan, 6 ga teng.